Ana qaranglar, assalomu alaykum kelinglar. Aziz o'rtoqlar, biz jannatdan bir qasr deb nomlangan uyimizga Baygul Kitchen opam kelibdi mana. Taniganlar bormi? Noodatiy ishlar qiladi. Zominga kursini olib kelgan opamiz, kursisiz zo'r. O'zim mehr bilan xonim tayyorladim istalagan. Sonda qiynalib ishlayaptidan havas qilib ishlarga ko'rib. Hamshira bo'laylik, savob ishlarga deb keldik-da. Rahmat. Sen bilamiz o'zinglar shu. Bu opamiz somsa to'ylarga, kichkina somsa, katta somsa nima qiladi? Nima qilardi? Kursi qiladi, kursini aytdim. Xonim qiladi, yana nima? Yarım tayyorlik qiladi-da. Shuni olib qo'yganingizga, savolingizga hamma narsa. Bizga kursi keldi, buni vaqtda. Tayyorlamayapsizmi? Mana shu issiq kunlarda bu kursini sog'inganlar bormi qarang, to'ppa. Zo'r. Gap bo'lsin. Zakaz qilaverasizlar. Pastga nomerlarni qoldirib qo'yaman, qarang. Zo'rligini qarang.